Keyin yana bir narsani aytib qo'yay. Bizda erkaklarda ko'pchilik er rozi, xotin kishi erini rozi qilish kerak deyaveradi-yu. To'g'ri. Er rozi, Xudo rozi deydi. Lekin xotin ham rozi bo'lish kerak. O'ylamang, akalar, ukalar, faqat men rozi bo'lsam bo'lar ekanman. Yo'q, u ham rozi bo'lish kerak. U ham majburligidan yashamasin siz bilan. Uni ham roziligi kerak. Siz rozi bo'lsangiz hamma yo'q vit bo'ladi-yu, u ham odam. Uni ham haq-huquqlari bor. U mol emas u. Bozordan olib kelib, bog'lab qo'yib, oldiga yemini, hashagini solib berib, uningni o'chirib o'tir degani yo'q. Uni ma'naviyati bor. Uni ma'naviyatini ham siz shug'ullanishingiz kerak. Unga ilm berishingiz kerak, kitob olib berishingiz kerak. U xaladenlikni hammasini to'ldirib qo'yib, mashinadan qilib qo'yib, pulni bana tashab qo'yapti-da, nima baqiryapsan, hamma yo'q yetarliku yo'q. Ba'zi narsalarda xaladenlik bera olmaydi. Ba'zi narsalar pul bera olmaydi. Mehrda xaladenlik pul bermaydi. Yaxshi gapda xaladenlik bermaydi. Yaxshi gapiring. Sizdan boshqa kimdan kutar yaxshi gapni ayol shu o'ylab ko'ring. Shunday gaplar bor ayollarga. U gapni bor-ku. Dadasi ham ayta olmaydi, uyat bo'ladi. Akasi ham ayta olmaydi, uyat bo'ladi. O'g'li ham, ukasi ham ayta olmaydi. Amakilari ham aytib bo'lmaydi u gapni. Erkalashdi, kompliment. Uni faqat siz aytasiz. Erkak kishidan, eridan eshitadi. Bitta shu gapni dunyo bo'yicha faqat sizdan eshitadi, xolos, boshqa odamdan eshitmaydi. Shuni ham bermaysizmi?